Assalomu alaykum. Bizni musofir yurtdan kuzatayotganlar, Xudo xolasa umra safariga borishni niyat qilib turganlar yoki ota-onamni jo'nataman, yaqinlarimni jo'nataman deb niyat qilib turgan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa bugun sizlar uchun alohida video tayyorlayapmiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz ham Xudo xolasa narxlar arzonlagan, oldinga qaraganda ancha sezilarli darajada Xudo xolasa narxlarimiz pasaygan. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz ham Xudo xolasa shart-sharoitlari, narxlarini sizlarga to'liq qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Abdug'offor aka oldiga yetib kelganmiz. Hikmat Travel Xudo xolasa litsenziyaga ega bo'lgan kompaniya bemalol Xudo xolasa borsalaring bo'ladi. Shart-sharoitlarni hammasini sizlarga videoda oxirigacha ko'rib tursangiz tushuntiramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, bizni musofirdan kuzatayotganlar bor. O'zim musofir yurtaman, ota-onamni jo'natmoqchiman yoki ota-onam bilan o'zim birga bormoqchiman. Joylarim biron qilsam bo'ladimi degan savollar bor aka. Shularga bitta javob berib ketsangiz. Xo'p bo'ladi. Birinchi o'chirda narxdan boshlasak, narxlarimiz sezilarli darajada tushdi. Arzonladi. Arzonladi. Toshkent Jidda yo'nalishimiz bo'yicha reyslarimiz narxi $950 qilib qo'ydik. Agar vizangiz bo'lsa, 1 yillik viza olingan bo'lsa, $850 bo'ladi. Zo'r. $850 yo'q bo'lsa $950. Vizasi yo'q bo'lsa $950. Hozir 3 kun yoki 4 kun oldin $995 qo'yayotgandik. $995,000 atrofida qo'yayotgandik. Xudo xolasa narxlarni $40, $45 ga Xudo xolasa narxlar tushgan. O'zi obunachilarimiz borishdan oldin ko'proq videolar ko'rishadi. Narxlar arzonmi, qimmatmi? Kommentariyaga Xudo xolasa yozib ketinglar. Endi vodiydan bormoqchi bo'lganlargacha aka, reyslarimiz qachon bor? Vodiydan bormoqchi bo'lganlarga $990 qilib beramiz. Xudo xolasa vodiyda ham narxlari tushdi. Bemalol aloqaga chiqinglar. Kunlari deydiganlar uchun, xo'p, iyul oyiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz deyarli har kuni bor. Har kuni bor. 17-iyul kuni bor, 18-iyul, 19-iyul, 20-iyul, 21-iyul, 22-iyul, 23-iyul, 24-iyul, 25-iyul ketaveradi. Har kuni bor reyslarimiz. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqinglar. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha narxni $950 qilib beramiz. Zo'r. Xo'p, Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha reysimiz avgust iyul oylariga bitta ham reyslarimiz qo'yilgan. Farg'ona Jiddada. Xo'p, buni qaysi kunlarga reyslar bor deydiganlar uchun har 2 kunda reyslarimiz bor. Har 2 kunda bor. Hozir 17-iyul kuni bor, 19-iyul kuni bor, 21-iyul kuni bor, 23-iyul kuni bor, 25-iyul kuni bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. O'sha o'zlaring xohlagan chisloda aytsalaring, bir kun aqabaqa bo'lib qolishi mumkin. Chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa. Farg'ona Jidda $990, Toshkent Jidda $950. Agar vizalaring bo'lsa, $850 ga $890 qilib beramiz. Zo'r, vizalar bo'ladigan bo'lsa $100 minus bo'lar ekanda. Endi sharoitlarni so'rayotganlar uchun, Xudo xolasa sharoitlarimiz o'zgargani yo'q. O'sha turibdi. Xo'p, Madina Munavvarada gastitsamiz uzoqligi 200-300 metr. Xo'p, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushaveradi, Xudo xolasa. Lekin avtobuslarimiz eshitayda qatnashadi, Xudo xolasa. Undan muammo yo'q inshaalloh. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari. Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari. Xo'p, bu Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi inshaalloh. Zo'r, gap yo'q. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Hamma narsani, hozir aytilmagan narsamizni sizlarning savollaring bo'lishi mumkin. Bularni yana ilmimiz boricha tushuntirib beramiz, Xudo xolasa. Zo'r. Bundan tashqari, xo'p, 50 bosh xizmati ko'pchilik so'raydi. 50 boshimiz iloji boricha aeroportdan birga borib, birga kelishadi. Undan tashqari firma tomonidan so'mka beriladi, kamzil beriladi, bejik beriladi, vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz iloji boricha. Bu bonusga beriladigan narsalar. Endi undan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi yana bitta bonuslar qo'shib beriladi. Zo'r. Keyin aka, o'zim musofir yurtaman, O'zbekistonga boraman, 1-2 kundan keyin uchib ketaman, ota-onam bilan deydiganlar bo'lishadigan bo'lsa, o'shalar qizil pasportlarni tashab berishsa, siz registratsiya qilib joylarni biron qo'yib qo'yasiz, xolasa Toshkentdan uchib ketishadi, xolasa Farg'onadan uchib ketishadi. Xudo xolasa bunaqa imkoniyatlari ham bor. Xohlagan o'zlaringga qaysi narsa udobli bo'lsa, shuni aytsalaring, o'shanga to'g'rilab turamiz biz, Xudo xolasa. Men mana 5-masalan 18-kuni kelaman, O'zbekistonga kelaman. 22-23 ga ketishimiz kerak aka. Mana pasportlar deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, pasportlar tashab bersalaring, o'sha 23 gami, 25 gami joylaringni olib, Farg'onadanmi, Toshkentdanmi biletlaringni tayyorlab, vizalaringni chiqarib, hamma yoq tayyor qilib, gastitsiyada joylaringgacha tayyor qilib qo'yamiz. Bemalol kelasizlar.
Aeroportga yetib kelasizlar, uchib ketaverasizlar, xudo xolasa. Zo'r. O'zbekistonda 1-2 kun damda olib turib, keyin ketsa bo'ladi. Bemalol. Pastda nomerlar turibdi, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Endi musofirda yurganlar ko'proq WhatsApp, Telegram ishlatadi. Telegramdan ham aloqaga chiqsa ham bo'ladi, WhatsAppdan aloqaga chiqsa ham bo'ladi. Yoki oddiy telefonni sizlarga qulay bo'ladigan bo'lsa, oddiy telefonni telefon qilsalaring, qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa bersalaring, sizlarga chiroyli qilib javob berishadi. Qanaqadir videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.